Hürmetli rayondaşlar, endi elimiz prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin 28 martda o'zining qarori bilan o'sha afatdan, koronavirus epidemiyasidan saqlanish bo'yicha saqlanish choralarini e'lon etdi. Albatta ularni bir haftaga deb e'lon etgan edi, lekin u bir haftagina masalani hal etmesi açıklandı. Şu an kural bugün birinchi bayaqatda uzun aytıldı. Rüstem de hali biz onun en yukarı noktasını o'tdik deb aytib bo'lmay, ko'rib turasiz. Yer sharindagi halni, Moskvadagi halni, respublikadagi halni. Endi elimiz bo'yicha da cheklovchilar soni 12 mingdan ortib ketdi. Birakda endi Moskvada hallarning ne derecede ekan ko'rib turasiz. Elimiz bo'yicha kechagina 1800 ga yaqin şuşu avruni yuqtirishi tirkaldi. O'luvchilar soni Yevropa ellari bilan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan solishtirganda bek ko'pga az bo'lsa da, lekin hali biz o'sish protsessida deb aytirish kerak. Ol endi kunma-kunna baribir Moskvadan tugul legionerlarga taralib keldi. Şuluq ana so'nggi kunlarda borliqqa kelgan bizning Ufa shahri bizdan bekerak tugul bitindi. 70 vrach hammet personallarning o'ng'ay natijalar beruvi ham bu Ufa shahrining tibb больницасы bugun karantinda. Aytira kerak endi Qozondagina tugul Sho'rli, Almat shaharlarida şu avro bilan cheklovchilarning borliqqa kelib, bular borsida ko'rsatdi. O'yinda harakatda akirna endi bari bizni yoqqarg'ada kelib jetmay qolmas degan umid yo'q. Shunga ko'ra men endi bir sizga murojaat etganim, hurmatli rayondoshlar, tag'in murojaat etishim kerak. Bu ofatdan birdan-bir saqlanish chorasi o'z-o'zini tashqi muhitdan ayirib, samoizolyatsiya, elementar gigiyena talablarini o'taw. Berakda men ul yoshda kishilarga murojaat etam. Uyda o'tirig'iz, nechikda to'dik, bir oyga, 2 oyga to'zik. Shit kishilar bilan kontaktlarni kemitdik. Shit shaharlardan qaytuvchilar bo'lsa, biz ularga tez arada xabar berik. O'zi bilan o'zak xastaxonaga, shu vaqtda sanepidemiya stansiyaga. Agar da biz o'zimiz saqlash choralarini qo'llamasak, ana bir kimda kelib bizga uyushtirmay ham bir kimda bizning salomatligi uchun u qadar shiddan qayg'urib turadi deb aytib bo'lmaydi. Shunga ko'ra biz endi rayon masshtabida o'zimizdan turganin ishlaymiz, ishlarga da tirishamiz. Eng birinchi holatda o'zi xastaxonaning hozirligi, qachonda da bugun problemalar yo'q deb aytib bo'lmaydi. Biz sizga durustini aytamiz. Shu atali bizning medpersonalni kiyindirgan kostyumlarimiz yana shirtalablarni to'g'ri kelib bitmay. U turda endi biz yetakchilikka informatsiyalar yetkazdik, lekin bizning bugungi kunda shikayat turgan preparatlar, antiseptik preparatlar, shu vaqtda dorilar, antibiotiklar bor. Ular to'g'risida endi biz qo'rqmasha aytamiz. Ham o'zi xastaxonaning bo'laklarini agarda endi bizning avruchilar soni ortsa, ularni ko'paytirish bo'yicha da o'zimizning endi planlashtirib qaralgan yo'l kartalarimiz bor. Ya'ni biz de hazırlanamiz. Lekin endi u bizga kelib yetmasa bek aybat bo'lar. No, aning uchun biz bir-birimiz bilan sizning bilan birga anglab ishlaw kerak bugungi kunda. Albatta bugun yozga kirishlar bor. Albatta bugun to'xtatib bo'lmay turgan производство masalalari bor. Shulay bo'lgach, biz alanni da durust etib anglarga tegish. Shashini biz shashmay qoldira olmaymiz. Onda da endi men xo'jalik yetakchilarına, avval boshliqlarına murojaat etdim. Biz saqlanish choralari qo'llanishga tegish. Mexanizatorlarimiz kimlar ishda bizni albatta respiratordan, maskalardan bo'lishga tegish. Qo'lni yuvish choralari, kir sabunlari, antiseptik preparatlar, berakda to'qlanib oldindan ular har birisida bo'lishga tegish. Ko'p kishilarni yerga tirishmasga kerak. Amallar formasında ishni yig'ishtirishni endi biz ruxsat eta olmaymiz bugungi kunda. Ham endi kim endi bizni oziq-tulik
yetiştiriyor, kibritler, alar indi bu gündə də özünün işçiliklərini devam etdiler. Nişik gene olsa da saklanıp saralarını kullanıp olsa da biz dödüşüne de bütüney toxtatıp koyalmayız bu gündə. Dünya bütüney toxta bitti deyip de etip bulmayı. No, şuna qaramasdan biz sizin bilen özümüzden turgan işlerge teşik kim gene, nişik gene olsa da, kişkene baladan alıp olu yaştagilere kadar nişik de olsa harekat nişiklerge, kontaktlar nişiklerge hem ide oturunu təmin ederge. Balalarga da, atanalarga da müracaat edersim ki, mektepler bilen biz indi bütün okutu işleri uyuşturmaya yapıyoruz. Bari tek bu okutu işleri distansiyanla alıp barla, oku yolu bitkençi. Indi egzaminler boyunca da bilgilendik. 9. klaslar bizden 2 egzamin biri, bizden Rus tili matematika. Indi 11. klaslarda yege ol eleki formada kala. Yani onlar yegana biriga teş bulup duralar. Belgisi yılda da, oğana da 2 predmetten bizden 9. klas balaları biriga teş bulalar. Balalar bakşalarını indi biz dejurni tüste işletme kaldıra almayız berek dağıtanışta. Çünkü işe çıkışı atiyaniyler bizden var. Onlarga balalarını kaldırga orun gerek. Şulay ulaş biz balalarını bakşaların grafik negizinde işlerini təmin edəcəkbiz. Ona göre bir indi beyram şaraları ili halınca beyram tüste ötkörü bugün günde planlaştırılmay. Bularını siz indi anlap işite turgandır deyip men şanıpta kalasım keli. Şuna göre hürmetli rayındaşlar bir-birimizne saqlayıq, isen emin bolayıq, saqlanu şaralarını kullanıyıq, buldurulgan şartda ilerimizde oturuyıq, hem birge bolsak, bir-birimizne anlaşıp işitsek, biz bu afetini sizin bilen yuqaltılarsız ötkərib jiberibіз deyip men tola şanışta kalasım keli.